hozir mikrofon ushlamaydi. Bozor restoranimizda hozir somsamizda praraботка qilib ko'ryapmiz. Mijozlardan oldin o'zimiz yeb, qanaqa chiqishi, mijozlarga yoqishini tekshirib ko'rish maqsadida o'zimiz tayyorlab ko'ryapmiz. Tandirimizda ozgina muammo bor, ozgina kichkina. Ertaga xudo xolasa ochilgandan keyin kattaroqni olib kelamiz. Hozir yana yopilish jarayoni hozir. Bir ikkita savollar beramiz sizga. Bu somsalar va shaharning ichida 50 xil, 100 xil har xil somsalar bor. Bir nima degan somsalar nomlari bor. Bizning nomi, bu somsaning nomi nima? Bazar somsada o'zimizda fermerlik somsamiz. Nima uchun bozor? Chorsu bozorida sotilingan bu. Biz restoranimiz nomiga atab qo'yganmiz. Bazar somsa. Bazar somsa. Farqi qanaqa? Farqi ichida nima? Bozorda ingredientlari bor. Mehr ko'proqda bunda faqat o'zga. Boshqa narsa yo'q. Kameraga qarab gapiring, iltimos. Mehr ko'p. Mehr ko'p. Hozir aytsa mehr aslida bu ko'zda, to'g'rimi? Ko'zingizni qo'shganmisiz bunga? Qalbimda degan, qalbimda degan. Mehr ko'zda degan gap bor-ku. Ko'z qo'shilingan. Yo'q, ko'zman. Mehr. Молодец. Qo'lingda mehr qo'shilingan somsa, mehribon somsa. Mehribon somsa. Mehribon somsa unda. Bo'l.